Mana shu osmondagi bolalardek Hamdamni taniysizmi? Ha, taniyman. Bu odamni aktyor deb bilasizmi siz? Men faqat aktyorni taniyman. Bu odam Chorsuda tunchachilik ijro qiladi. Yaqinda bitta aka ham intervyu qilib chiqdilar. Lekin bu okani Vatan degan kinosini va Osmondagi bolalar rolini ko'rib, haqiqiy aktyor deb bilaman va bu odamni talanti bor deb bilaman-da. Nima uchun bu narsani olyapman? Ko'pchilik gapirmoqchiman. Bitta savolim bor. Shu akani ham atmetga qilaman, profillari bor ekan, tunchachilik bo'yicha o'rgatmoqchi ekanlar, ya'ni nimadirlarni zo'r. Aka, siz haqiqiy aktyorsiz. Haligi qilayotgan ishingiz sizni hobbingiz. Sizdagi insonlar o'zi san'atda, ya'ni kinoda kerak-da. O'tishtaja, hayvonlar! Va juda ham ko'pchilik qalang'i-qasang'ilar umuman aktyorga to'g'ri kelmagan odamlar videoda chiqib yuribdi. Ishoning gapimga, siz ko'proq daromad qilgan bo'lar edingiz va ko'proq odamlarga foyda keltirgan bo'lardingiz hozirgi qilayotgan ishingizga qaraganda. Aka, bu ishingizni qoldirib, hobbi sifatida aktyorlikka qaytishni bitta o'ylab ko'rmaysizmi? Meni ko'rayotgan akalar nima deb o'ylaysizlar? Mana shu okani haqiqatan yaxshi ko'rib, muxlis bo'lganlar bormi? Kommentariyada qaytish so'zini prosta oka qayting deb yozib, akani atmetga qilinglar. Menimcha bor-ku, o'zbek kinosiga ham foydasi tekkan bo'lardi. Nima deb o'ylaysiz?